Bugun 4 soat qoldi yangi karta kelishiga. Bu yerda Ronaldo 87, Messi 87, De Bruyne 86, 85, Neuer 85, keyin boshqa hammasi uchalasi ham 84. Ronaldo 87 bo'lgani uchun unda 6 ta 100 paydo bo'ladi full qilgan paytimizda. Messida esa unda ham 6 ta 100 bo'ladi. De Bruyne'da esa 5 ta 100 hosil bo'ladi. Bu o'yinchilar hammasi prime davri bo'lgan. Shu yillar eng zo'r o'ynab prime davrini ko'rsatib bergan. Shuning uchun bu hozir 4 soatdan keyin kelyapti. Buni ochish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Mana bu sariq agent ochkichimizdan kerak bo'ladi. Bundan o'sha kartalarga ochsak bo'ladi. Bunda hozirgi paytda hech ko'pchilikda yo'q. Hattoki menda ham yo'q. Buni olishning yo'li bor. Hozir kelgan. Bu yerda ataylab shu uchun keldi. Men bir marta yutib 2 marta o'tkazdim. Buni bitta jonim bor. Buni 3 marta to'xtovsiz yutish, 9 marta to'xtovsiz yutish kerak. Shunda oxirida sariq agent ochqich beradi. Shuni ochsak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like, obuna bosib keting, ko'tarishimga yordam bering. Shartlaringiz bo'lsa, albatta bajarishga harakat qilaman. Yozib qoldiringizlar. Hozircha hech kim yozmadi. Bir kishi shart yozdi. Yozib qoldiringizlar.